Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun biz Ellipse Technology kompaniyasi xodimlari CSNF kompaniyasi mutaxassisi Mr. Jerry bilan hamkorlikda, birgalikda RS10 Slam skanerini Minor masjidini 3D skaner qilib ko'rsatib o'tamiz sizlarga qisqacha obzor qilib. Hello, I'm Jerry from CHC Navigation Company. Today we come here to take our new product IS10 to come here to scan this very beautiful city. Hurmatli hamkasblar, RS10 Slam skanerimizda olingan oblaka tochkalarimizni programmamizga import qildik. Ko'rib turganingizdek, oblaka tochkalarimiz hali обработка qilinmagan holatida harakatlanuvchi obyektlar hamda shumlarni o'zida saqlab qolgan holatda bizga ko'rinib turibdi. Biz oblaka tochkalarimizni обработка qilishimiz orqali, ya'ni o'zini dasturiy ta'minoti orqali обработка qilishimiz orqali o'zimizga keraklik sifatda 3D modelimizni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi.